Xo'p, assalomu alaykum hurmatli mijozlar, bizlarni podpishchiklar, bizlarni kuzatib boruvchilar. Xo'p, bizlarda bugungi reklamamiz, bugungi obzorimizdagi do'ppi masalasi. Do'ppilarni reklama qilmoqchi edik. Ya'ni bu do'ppini reklama qildik bundan oldin. Bizlarga mamlaqayin Misr do'ppilari ham bor, mamlaqayin do'ppichalarimiz ham bor. Bu do'ppilardan ham bor. Mamlaqayin balandlardan ham bor, lekin eng zo'r do'ppi demoqchimanki, bizlar uchun, men uchun eng zo'r do'ppi mana shu. Mana shu eng zo'r do'ppi. Samarqand, O'zbekistonga ham yaxshi sotilayotgan do'ppi qaylimcha shu. Sabab bu bekli, toza velur, chidaydigan byudjetni do'ppi. Boshqa ham juda chiroyli turadigan do'ppichalar. Buni ranglari o'sma rang, qora ranglardan ham bor, mana qora ranglardan ham bor, yashil ranglaridan ham bor. Keyin buni mamlaqayin kleyliklari ham bor, lekin kleylik bular sal qimmatroq variant. Kimga ma'qul, kimga ma'qul yo'q. Menga lishna eng ma'quli mana shu do'ppicha. Chidaydi. Haqiqatan 2-3 yil doim do'ppi kiyib yurayotgan 2 yil kiyadi. Bemalol kiyadi. Mana bu do'ppilarni hamma biladi. Ming qimmatini olsa ham bir sezon oftobga oppoq bo'lib qoladi. Bu 2 yil bemalol qishin yozing kiysa bo'ladi. Marhamat qilasizlar. Bizlarga do'ppi turlari ko'p. Endi bu meni fikrim, keyin boshqa xil gaplar bo'lmasin. Marhamat.